Hayotimizda juda ko'p uchraydigan bir holat bor. Qarang. Oilalardagi er-xotin tortishuvlari. Juda ko'p erkaklar bilan suhbatlashganimizda tortishganini aytib qoladi. Ba'zida maslahat so'raydi va aytadiki, er rozi, ayol jannatga kiradi, to'g'rimi deydi. Men aytaman-da o'shanaqa joylarda. Albatta to'g'ri. Ayolning jannatga kirishi erning roziligida. Ammo deyman, faqat er rozi emas, ayol ham rozi bo'lish kerak. Qachonki o'sha amallar jannatga yo'llanma berilganda erkak kishiga, jannat eshigining oldida ayol turadi-da, yoqasidan ushlab oladi. Sen meni xo'rlaganding, so'kkanding, urganding, tashab ketganding, bolam bilan qoldirganding, qiynaganding deb so'rab oladi-da. Mana shunaqa maslahat so'ragan erkaklarga aytaman-da, faqat er rozi emas, ayol ham rozi bo'lish kerak. U ayol ham birovning qizi-yu. U ham sizga tekkanidan xursand bo'lib yashasin. Erta sizni ham qizingiz bor-u, yoki bo'lmasa endi bo'ladi, to'g'rimi? U ham turmushga chiqadi-yu. O'sha holatni tasavvur qila olasizmi desam, nima deydi? Yo'q, qiynalaman. Qila olmaydi. Nima deyman keyin? Bu ayol ham birovning qizi deyman.